Mana Jizzax viloyati Arnasoy tumani Bo'ston qishloq fuqarolar yig'ini. Asoyib Nazarov. 5-bo'limda birinchi xudo xolasa savdamiz, tarvuzimiz tayyor bo'ldi. Kelaverasizlar. Necha gektar dehqon bu? 2,5 gektar tarvuz ekkan. Mana dehqon bobomiz o'zlari. Mana obzor qo'yib o'tamiz, tarvuzchalar. Hola bor ekan, bir kun, 2 kun. Xudo xolasa. Mana tarvuzlarimiz. Palak yaxshi. Hola palak yotmagan. Bu degani, ona kuni bor. Nechinchisilar ekkansiz? İsmingiz nima? Diyorbek. Dehqon bobomiz Diyorbekning tarvuzlari. Kelaverasizlar. Allah xudo xolasa Instagram, YouTube'ga qo'yamiz. Ustidan o'tsak bo'ladimi? Bismillah. Mana qarang tarvuzlar go'zalligini, maşallah, maşallah. Tarvuzchalarimiz go'zalligini. Mana tarvuzlarimiz go'zalligi. Palakni qarang. Ko'zni quvnatadi.